kitobimni bexos varaqlab, men o'tgan umrga achinmay qo'ydim. Tabassum o'rnida kuldim charaqlab, suyish kerak bo'lsa telbacha suydim. Kiyganim ipakmi chitmi yoki kimxob? Yurak boyligidan qilmabman parvo, meni og'ishlagan hayot naq oftob. Yangi qo'shiqlar unda har sabok. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizni bejizga Zulfiya xonimning oltin misralaridan boshlaganimiz yo'q. Bugungi ko'rsatuvimizning qahramoni Zulfiya xonim izdoshlaridan biri bo'lgan Xonqa tumanida tug'ilgan, bugungi kunda ta'lim-tarbiya sirlarini o'rganib kelayotgan Atabayeva shoira ko'rsatuvimiz mehmoni bo'ladilar. Necha ming yillardan buyon insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib kelayotgan, ularning bilimli, tarbiyali, kasb-hunarli va albatta baxtli bo'lishining muhim omili bu kitobga do'st bo'lish va kitob o'qishni kanda qilmaslikdir. Ayniqsa yoshlarning hayotida kitobning alohida o'rni bor. Kitob mutolaasiga havas avvalo oiladan boshlanishi. Ota-onalar farzandlarida kitob o'qishga mehr uyg'otish uchun o'zlari kitobxon bo'lishlari lozim degan edi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. 8-mo'jiza sifatida e'tirof etiladigan kitob inson qalbining chinakam hamrohi, aql va fikr qayrog'idir. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni ham kitob o'qishga va she'rlar yozishga yoshligidan qiziqa boshlagan. Zulfiya xonimga o'xshashni niyat qilgan Atabayeva shoira Xonqa tumanida joylashgan 10-son maktabni tugatgandan keyin Urganch davlat universiteti qoshidagi akademik litseyda ta'lim ola boshlagan. Doimiy tarzda darslarga faol qatnashib kelayotgan shoira tengqurlari orasida o'z o'rniga ega yoshlardan. Bundan tashqari ko'p vaqtini kutubxonada o'tkazib, badiiy kitoblar o'qishni yaxshi ko'radi. Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy hazratlari yozganidek, kitob beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai. Xalqimiz tilida kitob o'qib va bilim olib, munosib o'rganishning ahamiyatiga doir maqollar juda ko'p. Chunki yaxshi kitob va she'rlar to'plami vatanga muhabbat, milliy va umumiy insoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yuksaltirib, yaxshilik hamda ezgulikka undaydi. Kitobga oshno kishidan hech vaqt yomonlik chiqmaydi. Assalomu alaykum shoiraxon, sizni ko'rsatuvimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum. Hozirda G'uncha tabassum hamda orzularim bir olam nomli she'riy to'plamlaringiz chop qilingan ekan. Shu to'plamlar haqida bizga qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Mening birinchi she'riy to'plamim 2018-yil G'uncha tabassumi nomi ostida chop qilingan. Ushbu she'riy to'plamimda o'z ona vatanimga bo'lgan mehr-muhabbat hissi, ota-onamga, o'qituvchilarimga bo'lgan yuksak insoniy tuyg'ularimni aks ettirishga harakat qilganman. Ushbu she'riy to'plamimga vatan, ustozim, ona, otajonim, bayram kabi she'rlarim joy olgan. Qachondan she'r yozishni boshlagansiz? Aslida 5-6 sinflardan she'r yozib boshlaganman, lekin she'riyatga qiziqqanim tufayli ko'plab she'riy kitoblar, to'plamlar mutolaa qilib turganman. Eng birinchi yozgan she'ringiz va uni kimga atagansiz? Eng birinchi yozgan she'rim menimcha hech qachon esimdan chiqmasa kerak deb o'ylayman. Bu birinchi she'rim o'z onamga bag'ishlab tug'ilgan kuniga atab yozganman. Onamga tabrik. Salom mehribon onam, so'zlari bol durdonam, bugun qizingiz sizni she'riga joylab so'zni tabriklaydi chin dildan sizga ulkan baxt bilan. Onajoningizning tug'ilgan kuniga ajoyib sovg'a bo'lgan bo'lsa kerak. Ha, juda ajoyib sovg'a bo'ldi deb o'ylayman. She'rlaringizda ko'proq nimalarni aks ettirasiz? She'rlarimda ko'proq ona vatanga bo'lgan mehr-muhabbat hissi, tabiat manzaralarini jonli tasvirda tasvirlashga iloji boricha harakat qilaman. Ko'proq qaysi shoirlarning she'rlarini mutolaa qilasiz? Menga O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya Isroilovaning she'rlari juda ham yoqadi. Yana Muhammad Yusufning she'rlarini ham mutolaa qilib turaman. Muhammad Yusufning aynan qaysi she'ri sizga ko'proq yoqadi? Muhammad Yusufning Onam yig'lar deb nomlangan she'ri menda juda katta taassurot uyg'otgan. Bizga aytib bera olasizmi? Ha, albatta. Unda birgalikda tinglaymiz. Onam yig'lar. Ko'nglim qolsa, bulbuldan ham, guldan ham, qolar bo'lsam bir kun axir tildan ham,
Agar bir zot yig'lasa chin dildan ham, onam yig'lar, onam yig'lar, onam u gulday kulib yurmasmidi o'g'lim deb, ko'rib ko'nglim to'lmasmidi o'g'lim deb, onang o'lsa bo'lmasmidi o'g'lim deb, onam yig'lar, onam yig'lar, onam u tonar bo'lsa qo'limdagi tor dunyo, 3 kun o'tmay unutgay do'st yor dunyo, yer u ko'kni titratib zor zor dunyo, onam yig'lar, onam yig'lar, onam u sig'may qolsam shunday keng bu jahona, osmonlarga ruhim bo'lsa parvona, jonsiz tanim ustida ham ravona, onam yig'lar, onam yig'lar, onam u. Chin ma'noda Zulfiya xonim izdoshisiz. Zulfiya xonimning izdoshlari esa Zulfiya xonim haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lishadi. Ya'ni hayoti va ijodi haqida bizga ma'lumot bersangiz. O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya xonim hayoti va ijodi bilan tanishman. Zulfiya Isroilova 1915-yil 1-martda hunarmand oilasida tavallud topgan. Uning birinchi she'ri Ishchi qizi deb nomlanadi. Keyinchalik uning birinchi she'riy to'plami Hayot varaqlari deb nomlangan. Uning ushbu she'riy to'plamining ichidan joy olgan e'zozlar, ardoqlar uchun tashakkur, mushoira, sensiz, bahor keldi seni so'roqlab kabi she'rlari juda mazmun mohiyatga boy hisoblanadi. Zulfiya xonimning aynan qaysi she'rini sevib mutolaa qilasiz? Menga Zulfiya xonimning bahor keldi seni so'roqlab she'ri juda yoqadi. Salqin saharlarda bodom gulida, binafsha labida yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yellarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Qancha sevar eding bag'rim bahorni, o'rik yo'llarining eding maftuni, har uyg'ongan ko'rtak hayot bergan kabi ko'zlaringga surtib o'parding uni. Shoiraxon, shu o'rinda ustozlaringiz haqida ham aytib o'tsangiz. Ustozlarim, mening birinchi ustozim bu eng avvalo mening onamdir. Menga eng avvalo ustozlik qilgan onam uyda menga avvalambor tarbiyani, undan so'ng esa biroz ta'limni ham o'rgatib borganlar. Ta'lim-tarbiya olishdagi eng birinchi ustozimni albatta onam deb hisoblayman. Keyinchalik 1-sinfga qadam qo'yganimdan keyin menga boshlang'ich fanidan dars beruvchi Otajon Valiuza ustozimdan barcha ta'lim-tarbiyani yetarlicha 4-sinfgacha oldim. U menga ilk bora partaga o'tkazgan, yozishni, o'qishni o'rgatgan birinchi muallimim hisoblanadi. Men hozir shu paytga kelib ushbu muallimim haqida bitta she'r yozganman. Maktabga kelganimda kichkina qizcha edim. Qo'lim ko'ksimga qo'yib, "Assalom ustoz" dedim. Muloyim qarshi olib, berdi u bizga ta'lim. Men uchun aziz doim birinchi muallimim. Partaga sekin o'tkazib, o'qish, yozish o'rgatgan, odobli bo'ling degan, vatanni ulug'lagan. Ustozim omon bo'ling, aslo charchab tolmaysiz, yaxshilar davrasidan sira chetda qolmaysiz. Bu ham o'zingizning ijodingizdan. Ha. Juda yaxshi. Hozirda Urganch davlat universiteti qoshidagi akademik liseyda ta'lim olib kelayotgan ekansiz. O'qish jarayonlari qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q, aslida o'qish jarayonlari juda ham ajoyib bo'lmoqda. Avval maktabimizda bitta dars 45 minutdan bo'lardi. Hamma o'quvchi bilan suhbatlashishga, dars jarayoniga unchalik vaqt yetmas edi. Hozir 80 minut bemalol har bir o'quvchi bilan xohlagancha suhbat qilish, she'rlar aytirish, musobaqalar o'ynash juda ham qiziqarli bo'lyapti. Demak, dars jarayonining 80 minut ekanligi sizga qo'l kelgan. Ha, juda ham yaxshi bo'lgan.
Judayam yaxshi. Shoiraxon, maroqli suhbatingiz uchun kattakon rahmat. Sizga kelgusi ishlaringizda omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hech qachon izlanishdan to'xtamang. Rahmat. Salomat bo'ling. Men shu akademik litseyni ijtimoiy gumanitar fanlar yo'nalishi 116-guruh sinf rahbari bo'laman. Meni sinfimda iqtidorli o'quvchilar ko'p, ulardan bilimga chanqoqligi, davomati, fanlarga qiziqishi bilan alohida Otaboyeva shoira ajralib turadi. Ona tili va adabiyot faniga, tarix fanini va chet tili fanlarini yaxshi ko'rib o'qiydi. Litseyimizda mana shunday iqtidorli o'quvchilarni ko'pligi biz pedagoglarni quvontiradi. Men shu akademik litseyning yoshlar yetakchisiman. Bizning bugungi kunda prezidentimizning yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatlari juda katta bo'lib, shu o'rinda Zulfiya nomidagi davlat mukofotining ta'sis etilishi o'quvchi qizlarimizga berilgan eng katta imkoniyatlardan birisi hisoblanadi. Shoira Otaboyeva ham bizning iste'dodli yoshlarimizdan bo'lib, she'riyatga qiziqishi, she'rlar yozishi bilan o'z tengdoshlaridan ajralib turadi. Yoshlar ittifoqining faol a'zosi bo'lib, u bilan birgalikda chiroyli tadbirlarni o'tkazamiz. Otamonova Shoiraxon qizimiz juda bir hozirgi yoshlar ichidagi prezidentimiz talabiga labbay deb javob beruvchi yoshlardan birisi hisoblanadi. Dastlabki chiqazgan yoki bo'lmasa dastlabki yozgan, o'zini ijod qilgan adabiyotlarini maktabida boshlagan ishlarini aynan bu litseyda davom ettirishiga, kelgusidagi ijodi uchun, kelgusidagi hayotiga yaxshi bir yo'l ochib berish uchun munosib bir ustozlar tayinladik. Qo'lga qalam tutqazib bilim bergan ustozim, sizga bo'lsin ushbu kun mening hurmat e'zozim. Mehr bilan boshim silab berasiz menga ta'lim, buning uchun men sizga rahmat deyman muallim. Siz onamga o'xshaysiz, onamday mehribonsiz. Sizni juda sevaman, o'z onamday ko'raman. E'zozlarga loyiqsiz, hurmat qilaman sizni. Rahmatini olyapsiz yuzlagan o'g'il qizni. Mehringizning cheki yo'q, sizga el rahmat degay. Jonajonim ustozim, poyingizga bosh egay. Yurtdoshlar, bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarimizgacha sog' va omon bo'ling.